Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana ya birinchi sonda bugun YouTube kanalidan pulini yechib beryapmiz. Mana polni man xullas mana yangi sim kartani ochib keldi. Sim karta muhim emas, kerak emas, просто tak biznes uchun. Mana do'stlar, Visa karta olib kelishdi. Asia Alliance Bank tavsiya qilaman do'stlar. Konkretno har oy tushirib beradi. Menga stavkalari ham normalniy. Asia Alliance Bankdan Visa karta ochasizlar. Tushirgan pul yechish uchun mana o'zim dalnilarni polni kiritib ko'rsatib beraman. Demak, Asia Alliance Bankdan Visa karta olib kelasizlar do'stlar. Mana 3 kunda tayyor bo'ladi zakaz bersanglar 3 kun. Asia Alliance Bank bizga Visa karta kerak. Mana ochganim ham yo'q, konvert bilan turibdi 1. 2. Pul yechish uchun Asia Alliance Bankdan shunaqa dalnilar kiritilgan bo'lishi, masalan, qo'ldoshi Vasila Habibulla qizi mana. Akkaunt nomerlari, mana Swift shotlar yozilgan bo'lishi kerak. Bank nomerlari bilan mana. Mana do'stlar, tushunarli? Demak, pul yechish uchun bankdan mash varaqda olib kelish kerak. Banklarga ko'rsanglar biladi mana. Swift shot yozilgan bo'ladi, Visa karta raqami yozilgan bo'ladi, akkaunt nomer yozilgan bo'ladi, Visa kartangizni olib kelasiz. Maksimal hammasi 3 kunda tayyor bo'ladi mana. Xo'p do'stlar, hozir mana Visa kartani ochib olamiz sizlar bilan birgalikda mana. Mana konvertlargacha turibdi. Men hozir zakazga bu yoqdan to'g'rilab berayapman. Tamam, yopishtirib tashlashdi, buni ochilmayapti. Hozir mana konvertni ochyapman. Xullas, mana yutib tashladik konvertni. Mana ichida xullas Visa karta bor. Mana konvertni ochdim do'stlar, mana Visa karta ko'rib turibsiz. Xo'p. Demak, bizga endi konvert keragi yo'q. Mana konvert endi kerak emas bizga. Bizga faqat Visa karta kerak. Bankning dalnilari kerak pul yechish uchun, tushunarli? Mana shu ikkalasini hal qilib olgandan keyin endi kompyuterga o'tamiz. Kompyuterda do'stlar, xo'p, YouTube kanalingizga kirib olasiz birinchi mana. YouTube kanaliga kirib olingan. Undan so'ng endi manaqa AdSense deb yozasiz, qarang mana. Ko'rinyapti sizga, mana telefonda sizga hisobing sifatli bo'lishi uchun mana hammasini ko'rsating. Mana AdSense deb yozasiz, mana birinchisiga kirasiz. Mana AdSense mana. Keyin mana bu yerda xo'p 1 minut. Mana Boyti degan knopka chiqadi. Eng tepada Boytini bosasiz. Vayti ekan do'stlar, Boyti emas ekan, Vayti ekan. Mana bizda hamma soha mutaxassislari bor. To'g'rilab turishadi. Mana qaranglar, mana Vaytiga kirasiz, mana Google AdSense ga kiradi do'stlar, mana. O'zingiz akkauntingizga kirib olasiz. Mana balans $182, $100 dan ko'p bo'lishi kerak. $100 dan keyin Visa karta qo'shishni maslahat beraman. Tepada mana your payment hozir sizni pul ishlam turibdi. Xullas pulni plasini qo'shing deyapti. Yo buni ustiga bossangiz bo'ladi yoki masalan 3 ta nuqtani bosib payment bo'limiga bossangiz bo'ladi mana. Payment bo'limi. Mana nuqtani bosib payment bo'limiga bossangiz, xo'p. Mana AdSense O'zbekiston do'stlar, ko'rib turibsiz. Mana bu yerdan update ni bosib Visa kartani kiritasiz mana. Update ni bitta bosasiz. Hozir qarab turinglar mana. Xo'p. Bu yerdan add mana shuni qo'shasiz xullas. Bitta til muhim emas. Birinchisi mana add new mana shu xullas. Mana ketdi mana. Bu yog'ini endi sekin to'ldirib ketaverasiz. Birinchisi mana. Nima beneficial ID, Visa karta raqam kiritiladi. Tushunarli? Mana Visa kartamiz bor bizda mana. Agar qiynalsangiz mana shu Visa kartaning ustidagi raqam bor, mana shuni kiritamiz hozir. Ketdik mana. Bir boshdan boshlab ketdik, qaranglar mana. 46 85 91 01 97 01 66 42 28 06. Mana do'stlar, men shoshmayapman, bemalol kiritamiz mana. Tushunarli? Mana. Mana shu ustidagi raqamni kiritdim mana. Xo'p, telefonni ber. Telefon. Xo'p, mana do'stlar, boshdan tekshiramiz. Xo'p, 46 85 97 01 66 42 28 06. Xo'p, Visa karta raqamini kiritib oldik. Endi ikkinchisi bank nima deyapti? Name on bank account deyapti. Hozir buni aytaman, nima kiritishdi. Xo'p do'stlar, endi bizga mana varoq kerak bo'ladi. Mana varoqda yozilgan. Mana varoq olib kelsangiz bankdan mana. Account name, masalan, qo'ldosh va Vasila Habibulla qizi mana. Mana shuni hozir kiritaman. Mana shu ikkinchisini mana shu yerga yoziladi. Name on the bank deganga yoziladi. Tushunarlimi mana? Mana sizlar bilan birgalikda hozir kiritib ketyapmiz. Yozib olamiz. Xo'p, qanday bo'lsa shunday yozinglar. Katta harf bo'lsa katta harf mana. Xo'p, mana. Qo'l do xo'p. Do'stlar, mana ko'rib turibsiz, mana qog'ozdagidek o'zidek qilib, xo'p mana account name ni to'liq holatda kiritib oldim mana. Birinchi Visa karta, ikkinchisi account, eng keyingisi bank name deyapti do'stlar. Xo'p, bank name da hammasini katta harfda mana buni kiritasiz mana. Nima yozilgan? Asia mana. Asia o'zi mana birgalikda kiritamiz.
Xo'p. Aziya, mana. Aziya, mana yozib oldim. Keyingisi Ali nima ekan keyin? Alliance Bank. Mana do'stlar, ma'lumotlarni kiritib oldim. Aziya Alliance Bank bo'ldi ana. Keyingisi Swift deyapti do'stlar, mana ko'rib turibsiz. Mana Swift BS deyapti. Swift BS mana. Mana bu mana. AS AK borku, mana shuni kiritamiz mana. Qaranglar, ketdik mana. AS AK yaxshi ko'ryaptimi? Keyingisi AS AK US. Xo'p, keyingisi 22. Mana. AS AK US 22. Mana Swift shot. Mana daniylar konkretni ko'rsatib beraman. Ketdik keyingisi account number. Account number mana bu. Uzun raqam borku, mana sizlarga bank chiqarib bergan. Shuni kiritasizlar. Ketdik mana. Kiritishni boshladik. Xo'p, 22 61 88 40 76 90 22 60 03 01. Mana bank account kiritib tekshiramiz. Shoshilmas tekshiringlar. 22 61 88 40 76 90. Xo'p, 22 60 30 01 ketdi mana. Qayta yozing deyapti bank akkauntni. Qayta o'tamiz. 22 61 88 40 76 90 22 60 30 01 mana. Bir xil bo'ldimi do'stlar? Mana shuni shoshilmasdan kiritinglar mana. Aziya Alliance bankdan viza ochaveringlar, xo'pmi? Mana shu bank yaxshi ishlayapti oxirgi paytlarda mana. Xo'p. Xiro ketdim. Mana do'stlar, hamma ma'lumotlarni kiritib oldik. Menimcha ishlama qolmadi. Save knopkasini bosasiz. Bitta bosasiz mana. Qarab turing mana. Xo'p, mana bo'ldi, все. Bank qo'shildi do'stlar. Tamom. Nima deyapti? Bitta update bersa o'tib ketish kerak. Qani? Kutamiz. Bo'ldi, все. Endi do'stlar qaranglar, 3 ta nuqtani bosib, mana buni bir tekshirib qo'yish kerak. Xo'p, payment infoni bitta bosaylik-chi. Payment infoni bosdik. Mana bu yerda ism familiya boshqacharoq ko'ryapsizmi? Mana shuni bosib manage setting qilasiz. Xuddi mana shuni o'z kiritib qo'yasiz mana. Qayerga ketdi bu? Mana. Ko'rib turibsizmi mana dalniylar. Xo'p. Mana shuni o'zgartirib qo'yamiz. Ism familiyani o'zgartirib qo'yamiz. Chunki qaysidan unga jo'natayotgan bo'lsa, pul shuni qilib qo'ygan yaxshi. Xo'p. Mana yozyapmiz. Xo'p. Ism familiya o'zini yozib qo'ysak bo'ladi, все. Bo'ldi do'stlar mana. Hammasi joyida. Xo'p, Toshkent pochta indeks 106 ekan. Mana. Все do'stlar. Shu bilan pul bilasizmi? Har oyning 21-kuni pul chiqib ketadi shu yerdan do'stlar. 21-kuni, tushunarlimi? Har oyda 21-kuni shotinglardan pul chiqib ketadi. Pulinglar uzog'i 7 kunda tushadi viza kartaga. Mana viza kartaga tushadi. Mana shu kiritgan viza kartangiz bor-ku, mashinaga tushadi. Mana uni yo'qotmang. Bankdan olib kelgan viza kartangiz va mana shotingiz bor-ku, mana varoqchingiz. Mana shu ikkalasini yo'qotmang do'stlarim. Mana hozir yoningizda buni buklab qaytarib joyga solib qo'yamiz mana hozir. Xo'p. Xullas-da. Bunday qilib bitta qo'limda telefon bor, juda ham noqulay bo'lyapti. Xullas bo'laveradi. Buklab asosiysi varoqqa qolmasa bo'ldi. Mana buni bukladik. Mana viza kartikalasini mana o'zining konverti bor-ku. Mana shu konvertiga qaytarib solib qo'yasiz. Konvertingizda viza kartani pin kodi bo'ladi do'stlar. Bilib o'ylar. Ya'ni konvertni olib bormanglar mana uni. Xullas yopishib qoldim, nima bo'ldi? Mana konvertga viza karta bilan mana uni bankning dalilalarini solib qo'ydim. Mana buni yo'qotib yormanglar. Konvertning ichida viza kartani pin kodi yozilgan bo'ladi. Xo'p. Birga aytsam, g'alati ekan. Yopishib qo'ysam qaytarib. Xullas mana konvert do'stlar. Akkuratni ochsanglar yaxshi. Mana konvert olib qo'yasizlar shu bilan. Bo'ldi, все. Do'stlar 21-kuni pul chiqib ketadi. Shotinglardan eslab qo'yinglar. 21-kuni pul chiqib ketadi. Bugun nechi? Bugun 18 bo'lsa 21-kuni pul chiqib ketadi. 26gacha.
Keyin plyus oyda oxirigacha tushadi. Oyda oxirigacha plyus Visa kartaga tushmasa, bankdan sizga telefon qilishadi yoki bankka telefon qiling. Do'stlar, salomat bo'linglar. Mana konkretni ko'rsatib beramiz biz. Yashirmadik ishni mana. Salomat bo'linglar. Xo'p, do'stlar, keyingi narsa, mana AdSense'imizda biz yana AdSense'ingizga 22 kuni kirasiz, shali. Har oyning 22 kuni kirasiz AdSense'ga. AdSense'ga kirishni bilasiz mana. Google qidiruv bo'limiga AdSense deb yozasiz mana. AdSense deb yozadigan bo'lsangiz mana chiqadi. Masalan, Google AdSense deganiga kirasiz mana. O'zi rasmi bor, mana bolaning rasmi bor. Yozuv qayerga olib qoldi mana. Xo'p, mana ekranni sal kichiklashtirish kerak, mana bu yerda chiqadi do'stlar mana. Tepada yozuv bor. Hozir ko'rsataman. Mana Boyti degan yozuv bor. Mana shu Boyti degan yozuvni bosasiz tepadagi. Xo'p, rasm o'zgarib qoldi, e'tibor bermang. Mana Boyti degan yozuvni bossangiz, mana Google AdSense sizga kiradi. Mana balanslaringiz turibdi, ko'rib turibsiz. Balansingiz 21-kun mana 000 bo'lib qolishi kerak mana. Ko'rdingizmi? 21 yoki 22 kun. Asosan 21 yoki 22 kun bu 22 kun shunday bo'ldi menda mana 22 kuni mana last payment degan, ya'niki $182 pul chiqib ketdi degani mana. YouTube'dan do'stlar 22 kuni pul chiqib ketadi. YouTube'dan 22 kuni pul chiqib ketadi. Hamda kalendarga qaraysiz mana qarang. Bugun mana shunaqa pul 00 bo'lib qolsa pul chiqib ketgan bo'ladi. Biznesga tushunarli. Endi qarang qachon tushadi. Mana sanaga qaraymiz. Bugun 22 chiqib ketgan pul 24 mana. 22 agar omadsiz kelib dushanba, seshanba bo'lsa, mana 2 kun ichida tushadi 24 da. 5 ta ish kunida tushadi. Masalan, qara tasavvur qiling mana. 22 da chiqib ketsa, mana bu ish kunida, yakshanba emas mana. Bitta ish kun, ikkita ish kun, 3 ta ish kun, juma ham tushmasa, shanba, yakshanba ishlamaydi. Keyin bu birinchi kun yoki ikkinchi kun. Mana shu tushundingizmi? Xullas, 5 ta ish kunida tushadi. Odamlar bankda ishlaydigan kunda mana. Yoki bo'lmasa har doim o'zi 21, 22 da pul chiqib ketadi do'stlar, aytdim mana. Pul qachon chiqib ketdi? 22-kun chiqib ketdi mana. Har 22-kun chiqib ketadi. Keyin pul chiqib ketgan shetdan bilasiz mana. 00 bo'lib qoladi. Mana bu yerdan buni bosasiz mana. Bosasiz mana 22 chiqib ketgan bo'lsa 5 kun ichida mana qarang 23 bir kun bo'ladi, chunki yakshanba emas. 24 ikkinchi kun bo'ladi. 25 uchinchi kun. Keyin 26 shanba bo'lmaydi, 27 ham bo'lmaydi. 28 dushanba uchinchi kun. 1 4-chi kun, 2 maksimal 2-sanagacha tushish kerak, tushunarli? Shunaqa hisoblaysiz. Mana shanba yakshanbalarni hisoblamaysiz. Masalan, 27, 26lar bu ish kuniga kirmaydi. Demak, 22 da pul chiqib ketsa, maksimal oyda oxirigacha tushar ekanda. Qisqa qilib aytganda 28 kun ekanda. Xullas shu 5 ish kunida tushadi. Endi qarang, mana pullarim chiqib ketdi hozir mana. Bittasini kanalning pullarini yechib berdik. Hozir mana sizga ko'rsataman. Keyin do'stlar, mana telefoningizga ulab olasiz hozir mana. Asia Alliance bankdan ochinglar degandi mana. Visa kartadan ulab olasiz. Mana bugun pul tushdi menga do'stlar. $162 mana pul tushdi. Bittasini pulini yechib berdik mana. 2-3 kanallarni bog'lagan edik. Mana $162 pul yechdi do'stlar. Mana Visa kartangizga spokойно tushadi. Keyin buni Visadan mana xumaga o'tkazasiz, konvertatsiya qilasiz, bankomatdan bemalol o'tkazasiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa bankda o'ziga borsangiz, naqd $162 pulingizni shunday qo'lingizga beradi. Ko'rdingiz do'stlar mana realni YouTube'dan pul yechyapmiz mana. $162 pul tushdi mana. Ko'rdingizmi mana pullar tushdi do'stlar. Shu holatda YouTube'dan pul yechiladi. Do'stlar, salomat bo'lasizlar. Qandaydir yordam kerak bo'lsa, Telegram orqali aloqaga chiqamiz. Do'stlar, mana ko'rib turibsiz, YouTube'dan pul yechish qiyin emas. Bemalol aloqaga chiqsangiz, yana boshqa yordamlarni ham beramiz. Do'stlar, salomat bo'linglar. Sizlar Dilmurod Po'latov kanalidasizlar.